Salom qadrdon muxlislar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun faqat eng muhim va tezkor futbol yangiliklari haqida gaplashamiz. Bizni qo'llab-quvvatlash uchun obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Siz tayyor bo'lsangiz, biz hoziroq boshlaymiz. Real bosh murabbiyini iste'foga chiqarishi mumkin. Ispaniyaning Real Madrid jamoasi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa iste'foga chiqarilishi mumkin. Bu haqda Sport nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, qaror Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Benficaga qarshi javob uchrashuvidan so'ng qabul qilinishi ehtimoldan xoli emas. Ma'lumotlarga ko'ra, madridliklar rahbariyatini ispaniyalik mutaxassisning ayrim qarorlari qoniqtirmayapti. Real bosh murabbiyini iste'foga chiqarishi mumkin. Ispaniyaning Real Madrid jamoasi bosh murabbiyi Alvaro Arbeloa iste'foga chiqarilishi mumkin. Bu haqda Sport nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, qaror Chempionlar Ligasi play-off bosqichida Benficaga qarshi javob uchrashuvidan so'ng qabul qilinishi ehtimoldan xoli emas. Ma'lumotlarga ko'ra, madridliklar rahbariyatini ispaniyalik mutaxassisning ayrim qarorlari qoniqtirmayapti. Shuningdek, aniq va barqaror o'yin uslubining shakllanmagani jamoa ichida tushunmovchilik va chalkashliklarga sabab bo'layotgani aytilmoqda. Ma'lumot uchun, Arbeloa 2026 yil yanvaridan buyon Real Madridni boshqarib kelmoqda. 43 yoshli murabbiy qo'l ostida madridliklar 10 ta uchrashuv o'tkazib, 7 tasida g'alaba qozongan va 3 bor mag'lubiyatga uchragan. Ispaniya chempionatining 25 turidan so'ng qaymoq ranglilar 60 ochko bilan turnir jadvalida 2 pog'onada bormoqda. Arteta Tottenham ustidan g'alabadan keyin chempionlik poygasini baholadi. Londonning Arsenal jamoasi bosh murabbiyi Mikel Arteta Premier Ligada chempionlik uchun kurash borasidagi savolga javob berdi. Bu haqda Eurofootball.ru xabar beradi. Yakshanba kuni kanonirlar Tottenhamni yirik hisobda mag'lub etib, turnir jadvalida 2-o'rinda turgan Manchester City'dan yana uzoqlashdi. Hozircha farq 5 ochkoni tashkil etadi, biroq shaharliklarning bitta o'yini zaxirada. Biz har bir uchrashuvni alohida ko'rib chiqyapmiz. Oldinda uzoq yo'l bor. Kubok o'yinlari, Chempionlar Ligasi ham kutib turibdi. Bu haqiqiy marafon bo'ladi, lekin bundan zavqlanaylik. Bugun biz shu bobni yozishni xohlagandik va buning uddasidan chiqdik, dedi Arteta ingliz ommaviy axborot vositalariga tayanib. Gvardiola nima uchun Diashning o'rniga Husanovni tushirganini tushuntirdi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Gvardiola nima uchun Abduqodir Husanovni Ruben Diashning o'rniga maydonga tushirganini tushuntirib berdi. Ruben Diashning zaxiraga olinib, Husanovning tushirilishi taktik qaror edi. Birinchi bo'limdan keyin ayrim narsalarni o'zgartirishga to'g'ri keldi, deb fikr bildirgan murabbiy. Ancelotti Realning murabbiy bo'lishi mumkin bo'lgan 3 nafar sobiq futbolchisini aytdi. Braziliya terma jamoasi bosh murabbiyi Carlo Ancelotti Realning bir nechta sobiq futbolchilarini sanab o'tdi va ularda murabbiylik faoliyatini boshlash uchun yaxshi imkoniyat borligini ta'kidladi. Kroos, Casemiro va Modric murabbiy bo'lish uchun zarur bo'lgan barcha bilimlarga ega. Men o'z qarorlarimni ular bilan muhokama qilib turardim, deya Ancelottining so'zlarini keltirmoqda Tadeni Ser. Toni Kroos allaqachon faoliyatini yakunlagan. Germaniyalik futbolchi 2024 yilgi Yevropa chempionatidan so'ng butsilarni mixga ildi. Casemiro va Luka Modric esa hali ham o'z faoliyatlarini davom ettirishmoqda. Ular mos ravishda Manchester United va Milan klublari sharafini himoya qilishmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Futbol olamidagi eng qaynoq voqealarni biz bilan kuzatishda davom eting. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Ertangi yangiliklarda ko'rishguncha omon bo'ling.